Haqiqiy xotirlar haqiqiy dunyoni namoyon qiladi. Hurmatli televizor ko'ruvchilar, yaxshimisizlar? Haqiqiy xotirlar nomli hujjatli filmimizni ko'rishinglarni qarshi olamiz. Men riyosatchi Qayyum Muhammad. 1953 yili 3-oyning 1-kuni sahar Sovet ittifoqining dahisi Stalin Ko'niksevo dachisida qadah ko'tarib o'zining eng yaqin xizmatdoshlari bilan kechlik ziyofatga qatnashdi. 5 kundan keyin, ya'ni 6-oyning 3-kuni sahar soat 6da Sovet ittifoqi tuyuqsiz Stalinning yuriga so'qishdan to'xtaganligini butun dunyoga e'lon qildi. Stalinning ko'ngillik aroq ziyofatiga qatnashib 5 kundan keyin tuyuqsiz vafot bo'lganligi bir sir bo'lib qoldi. Stalin haqiqatan bas munozara qo'zg'agan shaxs. Uning 2-dunyo urushidagi ajoyib qo'mondonlik iqtidori, u duch kelgan murakkab vaziyat, uning qattiq qo'lligi kishilarda uningga nisbatan hurmat, shundaqla qo'rqinch paydo qilgan. Moshundaq sirliq shaxsning o'limimi o'xshashla bas munozara qo'zg'adi. 50 necha yildan buyon Stalin o'limi sababi haqida nurg'un farazlar o'tirg'i qo'yildi. Tarixshunos va chet ellik olimlar ta hozirgacha yeshilmagan bu sir ustida turli mulohaza qilib keldi. Undaqda Stalinning o'limiga zodi nima sabab bo'lgan? Uning o'limiga yana qanday murakkab siyosiy ishlar va shaxsiy o'ch adovatlar yo'shirilgan? Birinchi qarash tuyuqsiz mengisiga qon tushgan. 1953 yili 3-oyning 1-kuni kechda Kreml sarayiga ancha yiroq bo'lmagan Ko'niksevo dachisida kayfiyat intayin jiddiy bo'ldi. Qorovullarning nazari Stalinning hujrasining derazasiga tikilgan edi. Stalinning muhofizatchisi Rozgachev ko'p yillardan keyin aslab mundaq deydi. 2-oyning 28-kunidan boshlab dachada kayfiyat sal jiddiylashib qoldi. O kuni kechda Stalin barliq qorovullarga hujrasining sirtida postda turmaslikka buyruq tushirdi. Bu buyruqni Stalin o'zi emas, balki muhofizatchilar boshlig'i yetkazdi. Lekin atsi tushdan burun Stalinning ishiga echilmadi. Odatda u tushdan burun soat 11da o'rnidan turadi. U mashundaq chog'da o'rnidan turishga odatlangan. U o'yg'ansila qo'ng'iroqni bosatdi. Xizmatchilar shu ama uning yuzini yuydigan suv noshliq akab beradi. Biroq u kuni qo'ng'iroq chilinmagan. Muhlatdan 1 soat o'tib ketgan. Muhofizatchilar kirishga jur'at qilmag'achqa Stalinning hujrasida nima ish yuz berganligini bilmaydi. Vaqt asta-asta o'tib ketyotdi. Muhofizatchilar taqozolik bilan kutdi. 3-oyning 1-kuni yarim kecha soat 11 bo'lganda kishilarning taqati taq bo'ldi. Dejurniy xodim rahbarning hayotiga ko'ngil bo'lish bilan tuzumni buzishdan iborat ikki xil tanlashga duch keldi. Rozgachev vakil sifatida uyga kirib, nima ish yuz berganligini tekshirishga avatildi. U uyga kirib, ko'z oldidagi ishdan cho'chib ketdi. Rozgachev aslimasida mundaq deydi: "Men ishikni ichib uyga kirib, yo'ldosh Stalin, yaxshi turamsiz?" deb so'radim. Lekin uningdan sado chiqmadi. Sinchilab qarasam, Stalin pol ustida yetibdi. U nihoyat bo'sh ovozda pichirlayotdi. Yerda bir dona yanchiq soati bilan bir parcha haqiqat gazeti turardi. Yanchiq soatining qipi chiqilib ketibdi. Strelkasi 6:30 ni ko'rsatib turibdi. Meningcha u yiqilib tushgan vaqt bo'lsa kerak. 1953 yili 3-oyning 4-kuni, ya'ni muhofizatchi Stalinning hujrasida yiqilib tushganligini bayqab 3-kuni Sovet ittifoqi Stalinning salomatlik ahvolini e'lon qildi. 3-oyning 6-kuni saharda Sovet ittifoqi Stalinning o'lim xabarini butun dunyoga jaqaldi. Dunyo xalqi bu xabardan cho'chib ketdi. Hatto shu chaqda Sovet ittifoqida axborot to'ri o'rnatgan Amerika Markaziy axborot idorasimi bu xabarni anglab hayron qoldi. Har qaysi davlat hukumatlari tezdan yig'in ichib, Stalinning o'limining vaziyatda qanday o'zgarish paydo qiladiganligini muzokaralashdi. Shu chaqda aloqador tibbiy tekshirish dokladida xotirlanishicha, Stalinning cho'ng mingisining so'l qismiga qon tushgachga nafas va qon aylanishi qalaymaqalashib ketgan. Mingisiga qon tushgandan boshqa so'l yurak qerinchisi yo'g'inab, yurak muskuli, oshqozon uchay shilliq pardasida keng doirada qon yig'ilib qolgan. Yurak qon tomirlari, mingi qon tomirlari qetishgan. Bu Stalinning o'lib ketishidagi asosli sabablar bo'lishi mumkin. Bularning hammasi so'zilma xarakterlik yuqori qon besimidan kelib chiqqan. Yuqorqi dokladni hukumat taraf ta'minlagan. Undaqda haqiqiy ahvol zodi qandaq? Ikkinchi xil qarash, benormal o'lim. Sovet ittifoqida mamlakat miqyosida dahi Stalin uchun motam murosimi o'tkazilayotganda biraylan qalaymaqanchilik chiqadi. 1953 yili 3-oyning 5-kuni soat 9:50 o'tgan vaqt hukumat taraf Stalinning vafot bo'lganligini jakarlagan vaqt bo'lib, bu chaqda Stalinning o'g'li Vasiliy g'arq mas holatda dadamni ular o'ltiribdi.
dadamni ular o'ltiribdi degan so'zni to'xtamay takrorlagan. Vasli aytgan ular zodi kim? Stalin hukumat doiralari aytgandek mengisiga qon tushib o'lmaganmidi? Buning boshqa sabablari bormi qandaq? Stalin vafot bo'lgandan keyin qaslab o'ltirdi degan gap so'zlar asta-asta tarqalishga boshladi. Mengiga qon tushib o'lish nazariyasini inchki tekshirish orqali haqiqatanmi nurg'un gumonliq yerlarning borligini bayqadi. Stalin o'lgandan keyin Sovet ittifoqi hukumat doiralari Stalinning salomatligining yaxshi emasligi to'g'risidagi uchurlarni maqsadli xabar qildi. Meningcha haqiqatan uning salomatligi degandek yaxshi bo'lmagan bo'lsa kerak. Biroq men hozir ko'rgan uning har yillik salomatlikni tekshiruvchi doklatiga qon besimi normalligi yozilgan. Qon besimi yuqori bo'lmasa menga qon tushdi degan quruq gap. Stalinning qizi Svetlananing aslimasiga qaraganda shu chaqda Stalinning salomatligi yaxshi, bo'yi ko'tarank ekan. Sovet ittifoqi hukumati e'lon qilgan Stalin tuyuqsiz mengisiga qon tushib vafot bo'ldi degan so'zga Svetlana ishonmaydi ekan. Bu Stalinni qaslab o'ldirilgan deb qaraydi ekan. Stalin vafot bo'lgandan keyin uning kasali og'irlashgan mezgilda uning holidan xabar olgan doktor Stalinning kasallik tarixini yozib, doktorlar 3-oyning 2 kuni Stalinning dachisiga borgandan tartib 3 kundan keyin Stalin vafot bo'lguncha oraliqdagi davolash jarayonini xatirladi. Lekin bu doklat 1953-yili 7-oyda bitib, uni yozishga to'p-to'g'ri 4 oy vaqt ketdi. Biz Sovet ittifoqi tarixini tadqiq qilishda hukumat taraf e'lon qilgan nurg'un narsalarga ishonmaymiz. Chunki bu xabarlar e'lon qilinganda to'xtamay o'zgartirilgan. Chunki bu siyosiy ehtiyoj. Bu ishlarga butunlay siyosiy ehtiyoj nuqtasidan qaralgan. Gumonliq nuqtalar bo'la emas. Stalin vafot bo'lgandan keyin Stalinning kasalini davolashga mas'ul guruhdagi doktorlarning ko'pinchisining izderiki bo'lmadi. Ularning ichida Stalinning jasadini operatsiya qilib tekshirishga qatnashgan professor Roshakov tuyuqsiz o'ldi. Stalinning salomatligiga mas'ul Kreml sarayi davolash sahiya idorasi amaldan qoldirildi. Idora boshlig'i qo'lga olindi. Nurg'un olim mutaxassislar Stalin o'z ajilda o'lganmi yoki boshqalar qasdlaganmi deb munozara qilayotganda 2003-yili Stalin o'lib 50 yildan keyin bir qism arxivlar oshkorlandi. Arxivga yozilishicha 1953-yili 3-oyning 6-kuni doktorlar sahar soat 4dan boshlab Stalinning jasadini operatsiya qilib tekshirgan. Operatsiya 3 soat birgacha davomlashgan. Operatsiya qilish uchun 19 kishilik alohida komitet qurilgan. Operatsiya qilib tekshirishdan keyin Stalinning jasadini patologiyalik operatsiya qilish tadqiqot doklati yozilgan. Lekin nima sababdandir doklatga 11 odam imzo qo'ygan. Jasadni chirishdan saqlashga mas'ul 6 mutaxassis va 2 mas'ul doktor imzo qo'ymagan. Jasadni operatsiya qilib tekshirish natijasining kishini hayron qoldiradigan yeri hukumatning oshkora so'zini qo'llamay, aksicha hazm qilish yo'lida benormallik bor deyilgan. Doktorning jasadni operatsiya qilib tekshirish natijasidagi turli kasallik alomati uning zaharlanib o'lganligini tushuntirib berdi. Dokladda oshqozonda qora rangli suyuqlik bor. Miqdori 200 ml keladi. Oshqozon shilliq pardasida zo'r miqdorda tutuq qizil dog' borligini ko'rgili bo'ladi. Pichoq bilan yenik qirsa ajraydi. Uning shakli xuddi sanoqsiz temir uviqi oshqozon shilliq pardasiga tekkanga o'xshaydi. Saqiyani ko'rgili bo'lmaydi deb yozilgan. Tarix oldida eng yaxshi razvedchik vaqt. Bu jasad tekshirish doklatining oshkorlanishi Stalinning zaharlanib o'lganligi to'g'risidagi gumonni texmi kuchaytirdi. Kishilarmi qaslab o'ldirilgan degan qarashni asta-asta qabul qildi. Stalinning o'limi texmi muhim bir masalani paydo qildi. Bu qattiq qo'l hukmronni zodi kim o'ldirgan? U yoki ular Stalinni qanday qilib o'ldirgan? Buning uchun Stalinning o'lish jarayonini aslab, Stalinning hayotidagi oxirgi minutlarni tahlil qilsak, uning atrofidagi har bir gumonliq odam, har bir gumonliq nuqtalar balkim buning sirini yechib berishi mumkin. 3-xil qarash uydagilar qasligan. Stalinning tarjimaxonini yozgan Simon Montefiore Stalinning o'lish sababini tadqiq qiladigan angliyalik eng nopozliq tarixchilarning biri. U Stalinni qaslab o'ldirish mumkinchiligi eng cho'ng 5 gumondorni tizib chiqqan. Kishini hayron qoldiradigan yeri Simon Stalinning qizi Svetlana bilan o'g'li Vaslilarning Stalinni o'ldirish muddaosi bor. Stalin farzandlarining qo'lida o'lgan bo'lishi mumkin deb qaraydi. Undaqda farzandlar nemishqa dadasini o'ldirmoqchi bo'ladi? Simonning qandaq isboti bor? Bu isbot yana bir odamga chetiladi. U bo'lsa-mu Svetlana bilan Vaslining opasi. Stalinning ikkinchi xotini Ali Loyeva, Sovet ittifoqining oliy rahbari Stalinning ayoli 1932-yili tuyuqsizlik o'lib ketgan.
Bu ishdan keyin Sovet ittifoqi hukumati Ali Loyevani so'qirishcha yallig'i bilan o'lib ketdi deb tushuntirgan. Uning o'limi rostdanla shundaqmi? Sovet ittifoqining oshkorlangan ba'zi arxivlarga asoslanganda Ali Loyeva hargizmi so'qirishcha yallig'i bilan o'lgan emas, balki o'lib olgan. Ali Loyeva Oktyabr inqilobining 15 yilligini xotirlash kechaligining ertasi o'lgan. Shu kuni kechda Stalin bilan Ali Loyeva qizirishib qolgan. Ertasi saharda uy tozalaydigan xizmatkor ayol xo'jayinning qoniga melinib yotganligini, yanada tapanch turganligini ko'rgan. Biz egilgan materiallarga qaraganda Ali Loyeva mustaqil qarashga ega ayol bo'lg'achqa doim Stalin bilan ziddiyatlashib qoldik. Bu ziddiyatlar turmushdagi ziddiyatlar bo'lib qolmay, davlatni idora qilish, siyosiy jihatga o'xshamagan fikrlarni o'z ichiga oldi ekan. Ali Loyeva Lenin er-xotin ishkelenga mohir ekan. Stalin yoqtirmaydigan ba'zi odamlarga esdashlik qiladi ekan. Ali Loyeva hayotini oxirlashtirganda 32 yoshda edi. Davlat siyosiy muhofazat idorasi rahbarlarning obrazi va davlatning manfaatini qo'llash uchun haqiqiy ahvolni yoshirib, sirtqa jiddiy xarakterli so'qirishcha yallig'i bilan qazo qildi deb xabar qildi. Opasining o'limi farzandlar uchun og'ir yurak yarasi bo'lib qoldi. Ular cho'ng bo'lgandan keyin opamizni Stalin o'ldiribdi deb qardi. Ular yana dadasi Stalinning opasining tuqqanlarini qo'lga elish, surgun qilish to'g'risida buyruq tushirganligini o'z ko'zi bilan ko'rdi. Stalin 1943-yili Svetlinaning tunji eri Kapulni Angliya josusi degan jinoyat bilan qo'lga elib 5 yil surgun qildi. Andan uni Sibiriyadagi bir tuz kanda 5 yil majburiy emgakka selishga buyurdi. Oxirida u yerda un-tunsizla o'lib ketdi. Amaliyotda Stalin qizig'i bakma amroq. Bu birisi. Ikkinchi nuqta Svetlinaning talabi bo'yicha kun bo'yi dadasi bilan uchrashib turdiganlar faqat siyosiy byurodagi bir qancha a'zo. Ikkinchi ayning 28-kuni ya'ni Stalinning qizi Svetlina uyda yo'q edi. Aytishlar qaraganda Stalinning yagish qilib qolganligi bayqalgandan keyin jiddiy qutqizish jarayonida qizini chaqirtib kelgan. Ondaqda u zaharni qaysi vaqt saqan? Mayli dilo sodir qilish muddasi yoki dilo sodir qilish mumkinchiligi bo'lsin. Menimcha bu ehtimollikni nazardan soqit qilishga bo'ladi. Stalin o'lgandan keyin Amerikaga ko'chman bo'lib borgan Svetlina 1969-yili Amerika televiziya stansiyasi muxbirining ziyoratini qabul qilganda o'zining baxtsizligini fojiali hikoya deb tasvirladi. Svetlina opasining o'limi, tuqqanlarining o'limi, shuningdek erining o'limini dadasi Stalindan ko'rdi. 1957-yili sentabrda u Stalin degan familiyasini Ali Loyevaga o'zgartdi. U buni tushuntirib, men endi Stalin degan familiyani hargiz qo'llanmayman. Uning xuddi xanjarning urilishidek vahshiy ovozi, quloq pardam, shuningdek bir jup ko'zim va yuragimni sanjib og'ritdi dedi. Vasli dadasidan eng qo'rqatdi. U balalik chog'ida dadasi yanida bo'lsa qo'rqinidan bir og'iz so'zni og'zidan chiqara olmaydi. Keyin Vasli Sovet ittifoqi havo armiyasining generalligiga o'stirilgan bo'lsa-mu, ammo oldingi asrning 40-yillarining o'tirlari Vasli dadasi bilan qarshilashib, Stalinni o'sal ahvolga tushirib qo'ydi. Shuningdan keyin dadasi Vaslining harbiy unvon darajasini to'vallatdi. Uni yana urushning oldingi sepiga avatibdi. Stalinning tarjima holi nomli kitobning avtori Simon mundaq deb yozgan. Vasli eng cho'ng jinoyat gumondori bo'lishi mumkin. Vasli o'z umrida dadasini bir qitim suyib boqmagan. U o'zining qalaymiqan turmushiga dadasi sababchi bo'ldi deb qaragan bo'lishi mumkin. Agar Svetlana Vasli ikkisining Stalinni o'ltirishidagi sabab shaxsiy o'chmanlik bo'lsa, undaqda Stalinning o'limi ularga hech qanday baxt olib kelamadi. Aksicha, ular uchun texmi cho'ng tragediya bo'ldi. Svetlana dadasi Stalin o'lgandan keyin o'z bexatarligini o'ylab uzun o'tmay Amerikaga panolang'ili berib oldi. Vaslining ahvoli bo'lsa texmi ichinishlik bo'ldi. Stalin o'lib 21-kuni u vazifasidan qoldirildi. Keyin 2 qatim qo'lga olindi. 41 yoshida Qozonda sirliq o'ldi. Undaqda Stalinning o'limi kimga eng cho'ng manfaat olib keldi? Bu manfaatlanguvchi Stalinni qasdlab o'ltirganmidi? 4-xil qarash, adovat saqlab qasdlash. 1963-yili 19-iyul Sovet ittifoqi Kompartiyasi Markaziy komitetining birinchi shujasi, Ministrlar Sovetining raisi Xrushev Moskvada Vengriya partiya hukumat vakillar o'mikini kutib olish uchun katta ziyofat berdi. Ziyofatda aroqni ko'p ichib olgan Xrushev oldin tayyorlab olgan qadah so'zini o'qib, Stalinga cho'qinishni tugatish degan mazmunga kelganda, azaldan qoidaga ahamiyat beradigan Xrushev nutq originallarini tashlab etib so'zlashga boshladi. Kim bilsin, u bir so'zligicha 10 minut so'zladi. Uning ustiga bularning hammasi u sagak vaqtida hargizmi oshkorlamaydigan mazmun edi. Xrushev nutq originalini tashlab etib o'zini to'xtamay qolgan.
Uning bu so'zlari uning shu chog'dagi o'yini. Shu chog'da u xalq Stalin 10 yil burun o'lgan bo'lsa, turmushimiz texmi yaxshi bo'lib ketadi deyishyapti degan. Bu bir uchur. Yana bir uchur bo'lsa, Xrushev tarixda har qanday mustabid podshoh oxiri o'zining huquqini qo'llayotgan o'tug'ishning qo'lida o'ladi degan. Uning bu so'zi Injilda bor. Injilda kim avval qilich ko'tirsa, shu qilich ostida o'ladi deyilgan. Meningcha Stalin bu so'z orqali bishorat bermoqchi bo'lgan. Xrushevning bu so'zi naq maydondagilarda hayron qoldirdi. Ko'pchilik o'zining quloqiga ishonmayli qoldi. Orqadan ziyofat zalida g'ulg'uli ko'tarildi. Chunki kishilar Xrushevning og'zidan kishini hayron qoldiradigan sirni bilib olgandek qiladi. Xrushev g'arib kuzatuvchilarining nazarida ko'nicha kiyinadigan, so'z harakati qo'pol, taqirbash odam. U Stalinning siyosiy huquqini tangponglashtirishdagi hazilkashli xolos. Xrushevning madaniyat saviyasi ancha yuqori emas. Kan ishchisi oilasidan kelib chiqqan. 30-yillarda Stalinga ergishib, oxiri Moskva shahrining boshlig'i bo'lgan. Urushdan keyin Xrushev e'tiborlanib ishiltadigan shaxs bo'lib qolgan. Shunga qadamma-qadam yuqori o'rlagan. Buningdan yana uning Stalin bilan bo'lgan munosabatining yomon emasligini bilib olib bo'ldi. Kechilari billa aroq ichatdi. Stalin uni ahmoq qilib usul o'ynashga buyursa, u yo'q demay usul o'ynaydi. Bu ham uning o'zining omonligini saqlashdagi vosita edi. Stalin o'lgandan keyin Xrushev oliy huquqni qo'liga oldi. Oxirida u maxfiy doklad orqali Stalinni qattiq tanqid qildi. Sovet Ittifoqi Davlat xavfsizligi komiteti muhofazat bosh idorasining muavin boshlig'i general Dogochayev 1996-yili nashr qildirgan Moskva Kreml saroyi muhofazat atirti nomli kitobida Xrushev Sovet Kompartiyasining 20-qurultiyi ichilishdan burun bir necha ishonchli odamga qilgan so'zida Stalin quruq jasadga aylangan bo'lsa-mu, o'g'limning qisosini elib o'zimni bir ko'rsatib qo'yman dedi deb yozgan. Undaqda uning Stalin bilan qandoq adovati bor? Xrushevning o'g'li Germaniya bilan bo'lgan urushda bir qitimliq aroq ziyofatida bir ofitserni etib o'ldirib etgan. Stalin buni bilib qattiq ochiqlanib, uning o'lim jazosi bermoqchi bo'lgan. Xrushev yerda tizilib o'ltirib Stalinga yalvorgan. Oxirida Stalin Xrushevning o'g'lini kechirib etgan. Ammo uni oldingi safga avatib etgan. Xrushevning o'g'li jinoyatini yuyish uchun jangga chiqib pushquchi bo'ldi. Tunji qitimliq jangda baxtga qarshi Germaniya armiyasiga asirga tushib qoldi ham taslim bo'lganligini chaqaladi. Buning bilan u natsist Germaniyasining tashviqot urushidagi kuchli vositaga aylandi. Stalin buni bilib g'azabini bosolmay, mayli qandoqli badal to'lamay, uni qaytarib kelish to'g'risida buyruq tushirdi. Sovet Ittifoqi xoinlarni yo'qotish atirti barliq amalni ishga solib, oxiri uni Moskvaga qaytarib keldi. Bu qitim Xrushev Stalinga yana yalvordi, ammo kog'i kelmadi. Stalin Xrushevning o'g'liga o'lim jazosini berishda qat'iy ching turdi. Bu ish Xrushev bilan Stalinning munosabatiga ig'ir ta'sir yetkazdi. Xrushev bilan Stalinning do'stligi va o'ch adovati siyosiy huquqi bakkarak markazlashgan. Xrushev Stalinning e'tiborli yordamchisi bo'lsa-mu, biroq u izchil Stalinning soyasida yashab keldi. O'z sabdoshlarining Stalinning yanida tuyuqsiz bir-birlab o'lib ketayotganligini ko'rib turgan Xrushev kunlarning birida o'zining mushundaq bo'lishidan andish qiladi. Ammo odam ayt qo'rqib ketgan. Ular beshiga qanday qismatning kelishini bilmaydi. Stalindek mustabidga bo'libmi uning oxirgi umrida hech kim ishonmas bo'lib qolgan edi. Shu chog'da u bir ig'iz so'z bilan bir odamning taqdirini belgilaydi. Uning atrofidagilar dakki-dukki ichida yuradi. 1956-yili 2-oyda Sovet Ittifoqi Kompartiyasining 20-qurultayida Xrushev shaxsga cho'qinishga qarshi turish va uning oqibati degan temada doklad berib, Stalinni ilohlashtirishni buzib tashladi. Stalinning xatoligini oshkora tanqidladi. Xrushev o'z aslimasida mundaq deb yozgan: Stalin o'zining ko'z qarshiga qo'shilmaganlarni xalqning dushmani deb biladi. Necha 100 ming samimiy odam mushu sababli hayotidan ayrildi. Ashu kunlarda har bir odam tashvishlik ichida yashadi. Buni mangu kechirishga ham unutib qilishga bo'lmaydi. Xrushev taxtga chiqqandan keyin Stalinning jasadini Lenin mavzulidan yo'tkab chiqib ko'ydirib atdi. Jasad ko'lini Kreml saroyining tema ostiga ko'mdi. Stalin bilan Xrushev ikkisining ifodasidan qaraganda, mayli huquq ko'rishi bo'lsin yoki shaxsiy o'ch adovat bo'lsin, Xrushevning Stalinni qasdlab o'ltirish muddaosi bor bo'lishi mumkin. Lekin
Stalin o'lgandan keyinmi Xrushev ko'p manfaatga erisholmadi. Hozir chattab ketishga bo'lmaydigan bir masala bor. Ya'ni Xrushev ayni chaqda Moskva shaharlik partkomning shujisi bo'lg'achqa, maxfiy saqchilarni kontrol qilish Stalinning ichki ishlar xizmatiga ishonchli odamni o'rnalashtirish huquqi yo'q edi. Shunga uning Stalinni qasdlab o'ltirish mumkinchiligi nihoyat kichik. Undaqda atalmish qasdlab o'ltirish qandaq ishga oshdi? Stalinning o'lishiga sabab bo'lgan parda oqisida yana qarqol bormidi? Tarixdagi bu gumonliq deloda yana qandaq sirlar yeshilmadi? Bular qiziqsanglar Stalinning o'limi nomli 2 qismliq hujjatli filmning 2 qismiga davomli nazaringlarni ag'dirg'aysizlar. Haqiqiy xotirlarda haqiqiy dunyo namoyon qilinadi. Hurmatli televizor ko'ruvchilar, programmamizni ko'ngil qo'yib ko'rganinglarga rahmat. Kelarki sonda ko'rishaylik. Xayr xo'sh.